Siz kechki payti soat nechida uxlaysiz? Kechki paytda kech uxlash organizmingiz uchun, tanangiz uchun zarar va sizni qaritishga sabab bo'lishini bilarmidingiz? Kechki paytda ertaroq uxlashimiz bu bizda melatonin gormoni ishlab chiqishiga sabab bo'ladi va tanamizni yoshartiradi. Eng kamida soat 10 da yoki bo'lmasa 9:30 dan boshlab uxlash kerak bo'ladi. Va yana bitta masala bor bu yerda. Kechki paytda soat 6-7 dan keyin og'ir ovqatlarni umuman iste'mol qilish mumkin emas. Aksincha, och qoringa uxlash bizni tanamizni tezroq yoshartiradi. Ushbu tavsiyalar agar siz ozmoqchi bo'lishni xohlagan bo'lsangiz ham juda ham tez yaxshi ozdirib beradi. Tabiiy ozish usuli hisoblanadi. Agar buni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bugun o'zingizni rasmga oling va 10 kundan keyin mana shunday tartibda uxlab ko'ring, siz yosharayotganingizni ko'rasiz.